Assalomu alaykum qadrli partiyadoshlar, aziz yurtdoshlar. Yakuniga yetgan hafta mobaynida O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar tafsiloti bilan tanishing. 10 avgust kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida fuqarolarni yashash va turar joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirishga qaratilgan qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, 2030-yilgacha aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasi ijrosi yuzasidan parlament so'roviga berilgan javob muhokama qilindi. 11 avgust kuni Andijon shahridagi Alisher Navoiy bog'ida yoshlar ishtirokida ploging aksiyasi tashkil etilib, hudud chiqindilaridan tozalandi. Aksiya orqali ekologik madaniyat va tabiatga mas'uliyatli munosabat targ'ib qilindi. Ma'lumot o'rinda bu kabi ploging aksiyalari butun respublika bo'ylab o'tkazilmoqda. 12 avgust kuni mustaqilligimizning 35 yilligiga bag'ishlangan mamlakatimizda ekologik barqarorlikni ta'minlashda parlamentning roli mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyada ekologiya sohasidagi islohotlar, erishilgan natijalar va istiqboldagi vazifalar muhokama qilindi. Mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasida yurtimiz mustaqilligining 35 yillik munosabati bilan hududlarda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish, bunyodkorlik va ko'kalamzorlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishilmoqda. Shuningdek, mahallalarda istiqomat qilayotgan nogironligi bo'lgan shaxslar holidan xabar olinib, ularning muammolari va ehtiyojlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. 13 avgust kuni Sirdaryo viloyatining Xovos tumani hamda Yangiyer shahrida mustaqillikni asraymiz, tabiatni muhofaza qilamiz, kelajakni birga bunyod etamiz shiori ostida 5000 qadam yurish aksiyasi, velomarafon, yoshlar bilan ochiq muloqot va sport tadbirlari tashkil etildi. 14 avgust kuni poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Mustaqil O'zbekiston 35 yillik taraqqiyot yo'li, islohotlar, natijalar va istiqbollar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va senatorlar, vazirlik va idoralar, fuqarolik jamiyati institutlari vakillari hamda Belarus, Gruziya, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya va Qirg'iziston kabi davlatlardan tashrif buyurgan mehmonlar ishtirok etdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.